Buyuk Ipak yo'li, bir makon, bir yo'l. Pekinda bo'lib o'tgan xalqaro forum yakunlari. Hamkorlikning yangi bosqichi davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov taklifiga binoan mazkur mamlakatda rasmiy tashrif bilan bo'ldi. Ma'rifiy islomning haqiqiy qadriyatlari. Prezident Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tayotgan arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etmoqda. Odamlar roziligi, yurt obodligi. Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo viloyatiga safaridan keyingi mushohadalar. Yengil tijorat avtomobillari. Mamlakatimiz avtosanoati yangi modellar bilan boymoqda. Bu haqda studiyada O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisi o'rinbosari Umid Salimov bilan suhbat. Xalqaro press-klub yangi rahbarning 100 kuni. Bugun axborotlashtirish zamonida odamlardan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Yashirishga hojat ham yo'q. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchi Sherzod Shermatovning jurnalistlar bilan muloqoti. Izlagan imkon topar. Zamonaviy xizmat haqiqatdan ham zamonaviymi? Ayniqsa magistral yo'llar bo'ylarida. Pekin, hayrat va siyrat. Maxsus muxbirimizning Xitoy taassurotlari. Dunyoning qudratli mamlakatlaridan biri Xitoyda O'zbekistonning madhiyasi yangradi. Bayrog'i hilpiradi. Faxriy qorovul saf tortdi. Bu albatta shunchaki bo'lmadi. Bir necha mamlakatlar orasida prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi davlat tashrifi maqomida bo'lgani yuragimizga g'urur bag'ishladi. Tashrifning ilk kuniyoq ko'tarinki ruhiyat bilan boshlangani uning oxiriga qadar xayrli kelishuvlar bilan o'tishiga sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas. Keling endi Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning yangi tarixini chetdan betaraf, xolis baholashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, birinchidan mazkur tashrif O'zbekistonning Xitoydek buyuk mamlakat bilan teng iqtisodiy hamkorlikka kirishganining amaliy ifodasidir. Ikkinchidan, bugungi kunda iqtisodiy, siyosiy sohalarda Xitoy O'zbekistonni o'zining asosiy sherigi deb biladi. Bunga sabab bor. Aynan Chin davlati O'zbekistonni Markaziy Osiyoning tinchligi, barqarorligining kafolati ekaniga ishonadi va shu boisdan ham har qanday hamkorlikka hech ikkilanmasdan kirishadi. Uchinchidan, Xitoydan iqtisodiyotimizga jalb etilayotgan 23 milliard dollar miqdoridagi katta sarmoya bu qarz emas, mutlaqo hamkorlik uchun kiritilayotgan investitsiya. Boshqacha aytganda, O'zbekiston hayotini yanada yaxshilash, mamlakatga yangi texnologiyalar, sanoatda qo'llaniladigan zamonaviy uskunalarni olib kirish va bu orqali shubhasiz hududlarda minglab yangi ish o'rinlari yaratish degani. Avvaliga bu jarayon mutaxassislarni xorijdan olib kelish orqali amalga oshiriladi. Keyingi bosqichlarda esa o'zlashtirilgan tajriba evaziga mahalliy kadrlar soni ortadi. Pirovardida bu pullarni kelishilgan muddatdan ham ilgari qaytarish mumkin bo'ladi. Xullas, bu Chin mamlakati bilan chin ma'nodagi ikki tomon uchun ham foydali kelishuvdir. Xitoyga tashrif va uning doirasida bo'lib o'tgan bir makon, bir yo'l xalqaro forumi yakunlari bilan muxbirimiz muloqotlanadi. Xitoy hududi sharqdan 60 daraja uzunlikda g'arb tomonga qarab cho'zilgan va bu mamlakatning turli joylarida 4 soatlik tafovutni yuzaga keltiradi. Biroq ularning barida xuddi Pekindagidek bir xil vaqtga amal qilinadi. Yakuniga yetgan haftada Xitoy poytaxtida bo'lib o'tgan voqealar o'ziga xos ramziylikka ega deyish mumkin. Bir makon, bir yo'l forumida 30 ga yaqin mamlakatdan davlat va hukumat rahbarlari, 130 ta mamlakat nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Aytish joiz, asosiy tashabbuskori Xitoy bo'lgan ushbu loyiha ikki va ko'p tomonlama aloqalar mexanizmlarini yanada mustahkamlagan holda xalqaro hamkorlik va taraqqiyotning yangi modellarini shakllantirish va ilgari surishni nazarda tutadi. Mazkur loyihada O'zbekistonning ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Aslida savdo-iqtisodiy madaniy rishtalarni bog'lash va rivojlantirish azaldan Buyuk Ipak yo'lining asosiy maqsadi bo'lgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Xitoyga ilk davlat tashrifidagi tig'iz dastur nihoyasiga yetgach, forum ishida qatnashdi hamda uni yanada takomillashtirish va rivojlantirish masalalari haqida o'z takliflarini bildirdi. Birinchidan, bir makon, bir yo'l konsepsiyasini mintaqaviy taraqqiyotning aniq dasturi va loyihalari bilan to'ldirish zarur. Biz boy tabiiy, ishlab chiqarish va inson resurslari to'plangan mintaqamizda transport, savdo, investitsiya, energetika va yuqori texnologiyalar sohasida yirik loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutamiz. Ikkinchidan,
Markaziy Osiyoni Xitoy va Rossiya orqali Janubiy hamda Janubiy Sharqiy Osiyo va Yevropa davlatlari bozorlari bilan bog'lovchi transport logistika yo'nalishlarini tashkil etish yuzasidan hamkorlik bo'yicha kompleks harakatlar dasturini ishlab chiqish muhimdir. Bir makon bir yo'l loyihasining ko'p tarmoqli transport yo'laklariga davlatimiz rahbarining fikricha Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston, Afg'oniston temir yo'l magistralini birlashtirish orqali Pokiston va Eron portlaridan Hind okeaniga chiqish mumkin. Shuningdek, yuqori texnologiyalar sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga e'tiborni kuchaytirish lozim. Shavkat Mirziyoyev bundan tashqari birlashgan sanoat texnoparklar, ilmiy innovatsion klasterlar va erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish zarurligiga to'xtalib o'tdi. Shu maqsadda biz bunday loyihalarning samarali mexanizmlarini ilgari surishda birgalikda ishlashni taklif etamiz. 4-dan, Ipak yo'lining iqtisodiy belbog'i tashabbusini samarali amalga oshirish uchun hamkorlikning aniq dasturi va loyihalarini qabul qilish maqsadida bizning fikrimizcha, ayniqsa mintaqalar aro darajada biznes hamjamiyatlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarni har tomonlama rag'batlantirish zarur. Укладывающих концепции пояса и пути. Bir so'z bilan aytganda, xoh katta shaharlar, xoh chekka qishloqlar bo'lsin, uzoqni ko'zlagan bu tashabbus mazmuni odamlarga nima berishi, ularning taqdirda qanday o'rin tutishi bilan baholanadi. Shu ma'noda qayta tiklanayotgan buyuk Ipak yo'lining maqsadi faqatgina iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishdan iborat bo'lib qolmasdan, balki sivilizatsiyalararo muloqotni mustahkamlash, ko'hna madaniyat, sayyohlikni rivojlantirishga ham e'tiborni kuchaytirish darkor. Ishonchim komilki, dunyoning 60% dan ziyod aholisini qamrab oladigan ko'lamdor ushbu loyiha tinchlik, farovonlik va taraqqiyotni ta'minlashga, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz o'rtasida do'stlikni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston rahbarining konstruktiv ruhdagi ochiq sheriklikka, Xitoy bilan do'stona aloqalarni mustahkamlashga bo'lgan munosabati o'zbek tilida chop etilgan Si Szinpin Davlat boshqaruvi to'g'risida nomli kitob muqaddimasida aniq va lo'nda ifoda etilgan. Bugun Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekistonni o'zining hayot sinovidan o'tgan yaqin va ishonchli hamkori deb biladi. Xitoy uning ulkan rejalari hamda iqtisodiy islohotlar, modernizatsiyalash borasidagi odimlarni doimiy qo'llab-quvvatlamoqda. Si Szinpin Davlat boshqaruvi to'g'risidagi kitobi siyosat, Xitoyda o'tkazilgan islohotlar mazmuni, siyosiy fan va tayanch tamoyillarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi deya fikrni davom ettiradi O'zbekiston prezidenti. Я здесь нахожу очень много. Это я говорю вам искренне, потому что это так.谢谢你的这种真诚。Спасибо за ваш искренность. Это знак уважения и доверия в адрес китайской партии, китайского правительства. Я очень тронут. Xitoyning nufuzli China Daily, Global Times, Xinjiang, Jiminjibao, Xinjiang gazetalari, Lupi kabi jurnallari hamda internet nashrlari, radio va televideniya O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifini keng yoritdi. China Daily gazetasidagi O'zbekiston-Xitoy hamkorligi o'z natijasini namoyon etmoqda nomli maqolada strategik aloqalarning barcha jihatlari ochib berilgan. O'zbekiston birinchilardan bo'lib bir makon bir yo'l loyihasini qo'llab-quvvatladi deyiladi maqolada. Xinjiang gazetasi istiqbolli maqsadlar yo'lida Xitoy O'zbekiston bilan birga sarlavhali maqola e'lon qilindi. Yaqinda chop etilgan ommabop nashrlardan biri Xitoy Nafasi jurnalida strategik bu makon haqida shunday fikr yuritiladi. Bu loyiha go'yoki hamkorlikdagi simfoniyaga o'xshaydi. U ijro etilganda hamma birdek bahra oladi. 2017-yil may oyida Pekinda jam bo'lganlarning barchasi mana shunday kayfiyatni qalban sezdilar. Xitoy ahli o'zlarining bosh kentida mana shunday obro'li sarmoyaviy forum o'tkazilganidan ko'ksida cheksiz faxr tuydilar. Chunki qadimiy asori atiqalarga boy bu diyor ulkan g'oyalar manzili sifatida ham yana bir bor dong taratdi. Janob Zum O'zbekiston haqida ko'p ma'lumotga ega ekan, biroq u hali yurtimizda bo'lmagan. Shuning uchun ham diyorimizga kelish uning katta orzusi. Mamlakatingiz prezidenti to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlaydi, deydi u. Demak, endi qo'shma biznesni rivojlantirishga keng yo'l ochiladi. Olgan taassurotlarimni hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi deya ta'kidladi Vey xonim. O'zaro bordi keldi, yaqin munosabatlarning faollashishi tufayli sayyohlik jadal rivojlanishiga ishonchim komil. O'zbekiston tarixiy shaharlarga boy o'lka, xuddi shuningdek Pekinda ham ko'hna yodgorliklar bisyor.
bir makon bir yo'l loyihasini amalga oshirish tufayli qanday katta natijalar kutilayotganini tasavvurga sig'dirish mushkul. Forumning chet ellik kuzatuvchilari megapolis Pekindagi mehmonxonalarga sig'may ketdi. Anjuman yakuni bo'yicha ezgu rejalarni ro'yobga chiqarish uchun aniq qadamlar qo'yildi. Liao Xiao va Sub Zumpo investitsiyalar bo'yicha mutaxassislardir. Liao Xiao xonim Gonkonglik bo'lsa, Sub Zumpo esa Pekindan. Forumdan ular ham juda katta samaralar kutmoqda, chunki davlat rahbarlari investitsiyalar haqida aniq tashabbuslarni ilgari surdi. So'zimiz nihoyasida Xitoy tafakkur olamining yorqin vakili, benazir mutafakkir Lao Tzinning dona bir fikrini eslash joiz deb bildik. Qadimgi yo'llarni bilsang, u bugungi va ertangi kunlar uchun ham yo'l ochadi. Yana Xitoy bilan bog'liq haftaning muhim uchrashuvlaridan biriga e'tiboringizni tortsak. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18-may kuni butun Xitoy xalqi vakillari Kengashi doimiy qo'mitasi raisining o'rinbosari bosh kotibi Van Chen rahbarligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini rivojlantirish va mustahkamlashda parlamentlar aro hamkorlik muhim o'rin tutishini alohida qayd etib, davlatimiz rahbarining yaqinda Xitoy Xalq Respublikasiga oliy darajadagi tashrifi davomida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya va madaniy-gumanitar sohalarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Hududlararo hamkorlikni rivojlantirish, xususan savdo, investitsiya va madaniy aloqalarni jadallashtirish, shuningdek birodarlashgan qadimiy Samarqand va Sian, Buxoro va Loyan shaharlari o'rtasida sayyohlar almashishga alohida e'tibor qaratildi. Butun Xitoy xalq vakillari Kengashi doimiy qo'mitasi raisining o'rinbosari bosh kotibi Van Chen 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan chuqur tarkibiy islohotlarni yuksak baholadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga ilk davlat tashrifiga hali ko'p bo'lgani yo'q. 2 oydan oshdi. Davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan joriy yilning 19-20 may kunlari amaliy tashrif bilan yana ushbu mamlakatda bo'ldi. Oliy darajadagi O'zbekiston-Turkmaniston muloqotining davomi sifatida Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv va muzokaralarda mamlakatlarimiz o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikka doir dolzarb masalalar muhokama qilindi, mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashildi. Aynan shu ma'noda o'zbek-turkman xalqlari o'rtasida kuzatilayotgan namuna sifatidagi do'stona va samarali muloqot hamda o'zaro anglashuv muhiti alohida e'tirofga loyiq. Darvoqe Shavkat Mirziyoyevning chet mamlakatlarga amalga oshirgan davlat tashrifining dastlabkisi ham aynan Turkmanistonga bo'lgan edi. Uncha ko'p vaqt o'tmay yana tashrif, bu safar amaliy. O'sha ilk tashrifda erishilgan kelishuvlarning mantiqiy davomi. Bu safargi oliy darajadagi uchrashuvlar Turkmanboshi shahridagi Avaza milliy sayyohlik hududida bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev va Gurbanguli Berdimuhamedovning yakkama-yakka suhbatida mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda izchil rivojlanib borayotgani, mazkur tashrif o'zaro ishonch, hurmat va manfaatdorlik asosidagi hamkorlikka В зоне Аваза создается порт. Народы наших стран. Ваш визит, он является еще один раз вот таким этапом наших отношений, развития, как и политических, и торгово-экономических, и культурно-гуманитарных вопросов. Muzokarada shuningdek ikki davlatning tinchlikparvar tashqi siyosati, xalqaro muammolar borasida bir-birini qo'llab-quvvatlashi, turli tahdidlarning oldini olish masalalariga yondashuvlarning o'xshashligi va mosligi alohida e'tirof etildi. Bu va boshqa masalalar rasmiy delegatsiyalarning kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralarida ham muhokama qilindi. Unda mamlakatlarimiz o'rtasida iqtisodiyotning turli sohalari, yoqilg'i energetika, qishloq xo'jaligi, kimyo va metallurgiya sanoati, suv xo'jaligi inshootlaridan foydalanish, sayyohlik kabi yo'nalishlardagi hamkorlik ustuvor ahamiyatga
kasb etishi ta'kidlandi. Muzokaralar yakunida ikki mamlakat vazirlik va idoralari o'rtasida neft, gaz, energetika, fan, ta'lim, ekologiya, transport, logistika, turizm va sport sohalaridagi aloqalarni izchil rivojlantirishga doir qator muhim hujjatlar imzolandi. Muhtaram Prezidentimizning tashriflari davomida Turkmanistonning hamkorlarimiz bilan bitimga imzo chekildi. Bu juda ham noyob desak ham bo'ladi. O'zbekneftgaz ilk marotaba Kaspiy dengizini shelfiga chiqyapmiz. Turkmanistonning hamkorlarimiz bilan birgalikda biz qazib chiqargan neftni bo'lishib, bir qismi O'zbekistonga ketadi. Ham o'zimizning zavodlarimizni xomashyo bilan, arzon xomashyo bilan ta'minlab beramiz. Bu degani neft mahsulotlarini tan narxini doim bizga Shavkat Mirziyoyev aytadilar, faqat o'ylaylik qanaqa qilib tan narxi tushirish. Kelishuvlar aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Bu yil sentyabr oyida Ashxobodda sport o'yinlari va yakka kurash o'yinlari bo'yicha Osiyo yopiq inshootlari o'yinlari o'tadi. Shu o'yinlarda O'zbekiston delegatsiyasi qatnashish uchun biz Turkmaniston sport qo'mitasi bilan birgalikda bayon timini qo'l qo'ydik. Hammasi bo'lib 21 sport turi bo'yicha sport o'yinlarida turlar belgilangan. Biz hozir kelishuvda 18 sport turi bo'yicha sportchilarning qatnashishini belgilab qo'ydik. Imzolangan hujjatlar orasida Toshkent va Ashxobod shaharlari o'rtasida birodarlik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi kelishuv ham bor. Ikki shartnomani qilgani shu ikkita millat, ikkita davlat bir-biriga yaqin bo'lib, o'tgan ishlarni birgalashib qilish endi buni hurmatli Shavkat Mirziyoyevich o'zlarining yaxshi siyosatlari shu qo'shnilar bilan qancha ahil bo'lib, shular bilan birga ishlash, ko'pgina bizni o'sha ishlab chiqaruvchilarimiz yoki bizni shahar aholisi ham mana endi Ashxobodga kelishadi, ular bizga boradi. O'rtadagi madaniyatimiz ham buni bir-biriga yaqinlashtirib, ular bo'yicha ham bir-biridan chambarchas bog'liq bo'lib, o'shalarning hammasini tashkillashtirib ishlanadi. Men o'ylayman, mana shu shartnomadan keyin kelgusida katta bundachilik kutib qolamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Toshkent shu kunga qadar AQShning Seattle, Belgiyaning Kortreyk, Germaniyaning Berlin, Xitoyning Shanxay va Janubiy Koreyaning Seul shaharlari bilan ana shunday do'stlik munosabatlarini o'rnatgan va izchil rivojlantirib kelmoqda. Prezidentlar tashrif yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillariga bayonot berar ekanlar. Uchrashuv va muzokaralar ishchanlik ruhida, o'zaro hurmat va ishonch asosida bo'lib o'tganini ta'kidlashdi. Хочу сказать, что я поздравил весь наш дружеский туркменский народ с прошедшим праздником, Днем Конституции и поэзии Мафтумкули Фарагии, потому что 18 мая и в Узбекистане мы отмечали этот праздник. В центре города Ташкента открыли памятник с барельефом. Мы вышли с предложением в центре Ташкента, прямо недалеко от улицы Мафтумкули, построить хороший парк Ашхабад. И уважаемый Гурбангулы Мелигулевич сказал, что мы будем совместно принимать участие. И это тоже очень символично. Я думаю, что в этом парке будет олицетворение культуры, истории великого туркменского народа, и граждане города Ташкента, Узбекистана, посещая этот парк, еще раз будут убеждаться в наших традициях, вековой дружбе. Мы сегодня рассмотрели все аспекты наших двусторонних отношений. Это вопросы, как касающиеся региональной и международной политики, конечно, и вопросы, касающиеся торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферы. Но самое главное, если же говорить о вопросах политики, то и Туркменистан, и Узбекистан, то есть мы выступаем за именно создание прочных и эффективных механизмов, которые бы обеспечили мирное и стабильное развитие как в Центральной Азии и в целом, конечно, в регионе. Muzokaralarda mamlakatlarimiz manfaatlari mushtarakligi yo'lida har ikki tomonda ham katta imkoniyat va qat'iy xohish mavjudligi yaqqol sezilib turdi. Ushbu tashrif qadimdan yaxshi qo'shnichilik, xon qardoshlik asosida yelkama-yelka yashab kelgan xalqlarimiz o'rtasidagi tarixiy va madaniy rishtalarni yanada mustahkamlab, savdo-iqtisodiy munosabatlarda yangi ufqlarni ochib beradi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudning taklifiga binoan arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etmoqda. Tadbir Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tyapti. Yuqori darajadagi ushbu forum ekstremizm hamda terrorizmga qarshi kurash, bag'rikenglik va birga yashash qadriyatlarini ilgari surish hamda xavfsizlik, barqarorlik va hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha islom dunyosi hamda Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida yangi sheriklikni o'rnatishning yo'llarini muhokama qilish maqsadida tashkil etilgan. Sammitga Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Arab davlatlari ligasi, Fors ko'rfazi ta'lim va ma'rifat, tinchlik va bunyodkorlik sari yo'l mavzusidagi mazkur sessiyada Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlar ekan. Aynan ma'rifat va ta'lim bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanishini, insonlarni ezgulikka da'vat qilishini, saxovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undashini qayd etgan edi. Muqaddas islom dinimiz bizga aynan shuni o'rgatadi. Yaqinda Qashqadaryoga bordik. Surishtirib Al-Nasafiy bobomiz topdikki, 1000 yil oldin aytgan ekan. 1000 yil oldin shunday kitoblar yaratgan ekanki, shu hozirgi adashganlarga 1000 yil oldin boshqa yo'lga kirganlarga dinni yo'nalishi bo'yicha, "Ey balam, ko'zingni och. Bu noto'g'ri yo'l" deb mana shunday kitoblar yozgan ekan. Dunyoda, Amerikada, Yevropada, Osiyoda va boshqa davlatlarda butun O'zbekiston to'g'risida bir varaq narsa bo'lsa ham sotib olib kelib, o'zimizda shuni jamlashimiz kerak. Xastimon masjidimiz oldida shu xuddi Amir Temur bobomizga qurgan saxovatli muzeyga o'xshab shu yerda ham bir juda katta islom madaniyati markazi qursak. Nima uchun? Dunyodan kelgan odamlarni katta, kichik shu markazga kirgizib, biz o'zi kimligimizni ko'rsatishimiz kerak. Hamma ham Termizini borib ziyorat qila olmaydi, Naqshbandiyni borib ziyorat qila olmaydi. Unga har safar tushuntiramiz, bizning yerlarimiz shunday, bizning shunday ota-bobolarimiz yo'q. Shu fikrga keldimki, biz mana shu Olmazor rayonida shu markazda Xastimon masjidini oldida qursak, bu nur ustiga nur bo'ladi. Harakatlar strategiyasida ham diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalasi maxsus bandlarda o'z ifodasini topgan. Bu sifatlar oliy himmat xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Uning buyuk farzandlari nafaqat islom taraqqiyotiga, balki butun insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga bebaho hissa qo'shgan. Musulmon dunyosida Imom Buxoriy, Burxoniddin Marg'inoniy, Iso Termiziy, Hakim Termiziy, Bahouddin Naqshband, Hoji Ahror Vali, Abu Mansur Moturudiy singari buyuk siymolarning tabarruk nomlari ehtirom bilan tilga olinadi. Davlatimiz rahbarining Saudiya Arabistoniga tashrifi tafsilotlari haqida sharhlovchi Farhod Mahmudov Ar-Riyod shahridan hikoya qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etish uchun Ar-Riyod shahriga tashrif buyurdi. Shahar aeroportida o'zbekistonlik oliy martabali mehmon Saudiya Arabistoni podshohligi hukumati a'zolari tomonidan tantanali kutib olindi. Yuqori darajadagi ushbu forum ekstremizm hamda terrorizmga qarshi kurash, bag'rikenglik va birga yashash qadriyatlarini ilgari surish hamda xavfsizlik, barqarorlik va hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha islom dunyosi hamda Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida yangi sheriklikni o'rnatishning yo'llarini muhokama qilish maqsadida tashkil etilmoqda. Tashrifning birinchi kuni kechga yaqin sammit doirasida mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hojjar bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida tomonlar O'zbekiston va mazkur xalqaro moliya muassasasi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, birgalikda amalga oshirilayotgan va yaqin istiqbolga mo'ljallangan loyihalar xususida fikrlashib oldilar. Shu yerning o'zida O'zbekiston Respublikasi hukumati va Islom taraqqiyot banki o'rtasida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tuzish to'g'risidagi anglashuv memorandumi imzolandi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga tashrifining ikkinchi kuni ham uchrashuv va tadbirlarga boy bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohining xalqaro konferensiyalar markaziga tashrif buyurdi. Bu yerda davlatimiz rahbarini Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saud tantanali kutib oldi va u prezidentimizga tashrifi uchun minnatdorchilik bildirdi. Mazkur sammitda jahonning 60 ga yaqin davlatlari rahbarlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Arab davlatlari ligasi, Fors ko'rfazi arab mamlakatlari hamkorlik kengashining bosh kotiblari ishtirok etdilar. Forum terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish, bag'rikenglik va birga yashash qadriyatlarini ilgari surish hamda xavfsizlik, barqarorlik va hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha islom dunyosi hamda Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida yangi sheriklikni o'rnatishning yo'llarini muhokama qilish maqsadida tashkil etildi. Oliy darajadagi mazkur sammitda davlatlar rahbarlari so'zga chiqdilar. Forumda ko'tarilgan masalalar bashariyat manfaatlariga mos. Dunyoda tinchlikni saqlash kerak. Xalqaro terrorizm, ekstremizm kabi qo'poruvchilik harakatlariga qarshi kurashishda hamjihat bo'lmoqlik zarur. Islom dinimiz sofligini saqlash kerak. Ma'rifiy islomni targ'ib etmoqlikni bugun hayotning o'zi taqozo etmoqda. Sammitda shuningdek tinchlik yo'lida nafaqat davlatlar, balki mintaqa va qit'alar aro hamkorlikni rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish masalalari ham muhokama etilib, xalqaro miqyosdagi takliflar ko'rib chiqildi. Butun bashariyatning tinchligi, xavfsizligi, yaxshi hayoti uchun bugun dunyo birlashmoqda. Arab musulmon mamlakatlar va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etgan barcha davlat rahbarlarining bu boradagi intilish va maqsadlari mushtarak ekanligi yaqqol namoyon bo'ldi. Eng muhimi, bugun jahonda ezgulik yo'lida harakatlar boshlandi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga amalga oshirgan 2 kunlik tashrifi nihoyasiga yetdi. Farhod Mahmudov, Dilshod Shermuhammedov Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahridan. Shunday bir ibora bor. Safaringiz baroridan kelsin. Bu ta'rif bilan bugungi qaynoq jarayonda kimga ishora qilayotganimizni har bir hushyor zamondoshimiz anglab turibdi. Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta Xitoy Xalq Respublikasiga bo'lgan muhim davlat tashrifi hali odamlar orasida muhokama etilayotgan, jahon ommaviy axborot vositalarida keng tahlil qilinayotgan bir pallada davlatimiz rahbarining Sirdaryoga safari viloyat ahli uchun ham bir kutilgan, intiq kutilgan voqea bo'la oldi. Yangi bosqichda davom etayotgan islohotlarning tub mohiyati shuni ko'rsatyaptiki, bugun rahbarlar eshigini taqillatib kunni besamar o'tkazish emas, hokimlarning o'zi xalq eshigini taqillatib hol ahvol so'rashi, ular orasida yurishi darkor va umuman olganda farovon turmushni ta'minlash uchun hamma baravar harakat qilishi kerak. Rahbardan to aytaylik kotibgacha, fermerdan to vazirgacha, tadbirkordan to kasanachiga qadar hamma. Shavkat Mirziyoyevning aynan o'zi shu kabi harakatlari bilan bugungi zamon rahbarlariga o'rnak bo'la olyapti. Sirdaryoga tashrif, Sardoba tumanidagi inshootlar bilan yaqindan tanishuv, aslida ularni cho'lda yaratilgan bo'ston desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki bu yerlar yaqin paytga qadar qaqroq cho'l bo'lardi. Yana yangi g'oyalar, yana yangi loyihalar uchun qimmatli tavsiyalar. Xalqning gapida hayot haqiqati bor. Suv keltirgan elda aziz. Savob yo'lida bino bo'lgan ko'hna suv inshootlari taqdirida yangi tarix, Sardoba. O'tmish, bugun va kelajak uchrashgan hudud. Prezident tashrifining aynan mana shu suv omboridan boshlanishi ham mantiqan xayrli belgi. 2010-yili aynan Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qurilishi boshlanib, joriy yilda yakunlanadigan gidroinshootda 922 million kub metr suv to'planadi. Bu Sirdaryo va Jizzax viloyatlaridagi unumdor yerlardan foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish imkoni demakdir. Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirmoqdamiz. Odamlar takroriy ekin ekib, qo'shimcha daromad topsin. Sardoba suv ombori hududdagi dehqon va fermerlarga bu borada katta imkoniyatlar yaratadi, dedi davlatimiz rahbari. Bu suv omborida maqsad muddaosi mana shu ikkita viloyatimizda xalqini
iqtisodiy barqarorligiga yetkazish. Ikkinchidan, ko'p tarmoqli fermer deymiz. Ko'p tarmoqli fermer nima bilan bo'ladi? Biz aytamiz, ekish kerak takrori. Lekin takroriy ekin ekish uchun suv yo'q-ku. Imkoniyatimiz yo'q-ku. Jizzaxda ham yo'qdi, Berga ham yo'qdi. Odamlarning kayfiyatini ko'tarish bo'yicha bu eng katta masala edi. O'sha paytlardagi bu o'sha rejalarimiz mana Xudoga ming xalla shukr bugun yetib keldik. Bu yilgi eng katta narsa, men o'ylayman, Sirdaryoliklar, dehqonlar bilan yana bir gaplashib, ular o'zi qaror qabul qilishadi. Lekin mana shu yer yong'oq eksak, biz yer yong'oqni ekishni bilamiz. Uni agrotexnikasi bilamiz. Uni muddatlari bizga ma'qul va suvimiz bor. Ikkinchidan uni bozori bor. Hozirdan urug'i nima bo'ladi, salarkasi nima bo'ladi, texnika peshma-pesh shunday somonni oldik, 3 kunda ishda yer yong'oq ekaverishgan. Bir kun bo'lsa ham g'animat. Nima uchun g'animat? Iqtisodiyot. Nima degani iqtisod? Eksport. Nima degani eksport? Valyuta. Avvalambor shu ikkita hudud bo'yicha, ikkinchidan mana shu hududda ham stansiya qo'yamiz. Biz Xitoy rahbariyati bilan gaplashgandan keyin 3 milliard pulni ham xalq keldik. Reja aniq, mo'ljal aniq, hisob-kitob aniq. Mana shuni tez vaqtiga qo'yamiz. Har bir davlat, har bir xalq ertangi kunini agar iqtisodiyotda o'ylasa, avvalambor energetika. Albatta bu energetikani eng katta zamini nima? Hisob-kitobi va uni arzonlashtirish nuqtai nazaridan biz chora ko'rishimiz kerak. Biz O'zbek Energiyadan O'zbek Gidroenergiya kompaniyasini ajratib olamiz. Kelajakda biz shamol energetikasini, quyosh energetikasini, suv energetikasini alohida o'zimizga reja qilib, yo'nalish qilib, har kuni hisob-kitob qilib, buni bir saramjon qilib, natijaga ishlashni o'rganishimiz kerak. Bu gidroenergetikani mutaxassisligi bo'yicha na bir kollej, na bir oligohda mutaxassis yo'q desak, bu adolatdan bo'ladi. Biz buni quramiz. Kim u yerda ishlaydi, kim ekspluatatsiya qiladi? O'zbekistonda bu mutlaqo yangi Xitoydagi hamkorlarimiz qo'llab-quvvatlagan iqtisodiy zamin yaratayotgan yo'nalish 2-3 yilda hamma gesti texnologiyasini, lokalizatsiyasini, zapchastlarni ishlab chiqarishni parallel rivojlantirishimiz kerak. Quvvati 15 megawatt bo'lgan mini gidroelektrostansiya qurilishi esa hududda yo'lga qo'yilayotgan qator istiqbolli loyihalarning to'laqonli faoliyatini ta'minlashga ham xizmat qiladi. 2010-yildan boshlab Shavkat Miromonovich boshchiliklarida mana shu suv omborini qurishni boshlagan edik. Birinchi shtablarda kelganlarida u kishi aytardilar, biz tarixni yaratyapmiz. Ya'ni mana shu hududga suvni olib kelamiz va biz barcha imkoniyatlarga ega bo'lamiz. Haqiqatan mana shu suv ombori qurilgandan so'ng mana 922 million kubometrga sig'imga ega bo'lgan suv ombori qurilishi yakunlanyapti. Birinchi navbatda 300 million kubometr edi. Biz mana shu 2014-yildan boshlab suv to'ldirishni boshladik va o'tgan yil 450 million kubometrga yetkazgandik. Mana bu yil 800 million kubometrga yaqin bo'lib, kelgusi yillar qariyb 1 milliard kubometr suv to'planadi mana shu suv omborida. Bu degani Sirdaryo bilan Jizzax viloyatlari to'la suv ta'minotiga ega bo'ladi. Suv ombori sharofati bilan to'lqinlar keltirayotgan hayotbaxsh epkinlar kabi hududga yangilanishlar, yaratuvchilik nafasi kirib kelyapti. Bir-biridan istiqbolli loyihalar. Masalan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Sardoba temir yo'l agrosanoat majmuasi unitar korxonasi tomonidan baliqchilik, chorvachilik, meva-sabzavotni qayta ishlash, sut mahsulotlari va omoqda yem ishlab chiqarishga ixtisoslashgan loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Sardoba suv ombori va Mirzobod tumani hududida tashkil etiladigan baliqchilik majmuasi inkubatsion intensiv hovuzlar, baliqni qayta ishlash zavodi, mahsulotlarni saqlovchi muzlatgichni o'z ichiga oladi. Bu kamida 150 yangi ish o'rni demakdir. Eng muhimi, barcha jarayon ilmiy asoslangan texnologiyalarga tayanadi. Loyihaning birinchi bosqichini hayotga joriy etish uchun 14 milliard so'mlik investitsiya kiritiladi. Uzoqda ko'zlagan loyiha bo'lib, mana suv tanqisligining oldi 2 yildan beri olinganini o'z samarasini bermoqda. Birgina o'tgan yilning o'zida 2016-15-yillarni ham hisobga olganimizda 60-70 ming gektar sug'orish maydonlarining suv ta'minoti yaxshilandi. Fermer xo'jaliklarining takroriy ekinlar ekishga imkoniyat yaratib berildi. Ushbu noyob obyekt nafaqat bu dehqonchilik uchun emas, sanoatning kirib kelishiga, baliqchilikni rivojlantirish, qayta ishlash, shu bilan birga prezidentimiz alohida e'tibor qaratgandek, bu yerda turizmni rivojlantirishni ham imkoniyatlari katta. Hududda yo'lga qo'yilayotgan loyihalar ichki bozorni to'ldirish, turmush farovonligini ta'minlash barobarida mamlakat eksport salohiyatini ham ko'taradi.
Haqiqatan viloyatning salohiyati va aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Uning iqtisodiyoti barqaror sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Davlatimiz rahbari tashrif davomida shahar va tumanlarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. Viloyatning ertangi kunini belgilovchi ko'plab istiqbolli loyihalar bilan tanishdi. Mazkur safardan so'ng sirdaryoliklar hayotida qanday yangiliklar ro'y beradi? Viloyat rahbarlari zimmasiga yuklanayotgan mas'uliyatli vazifalar nimalardan iborat? Shuhrat Ibrohimov mavzuni davom ettiradi. Xush kelibsiz deya mehmon kutgan sirdaryoliklarning o'zlari ham bugun xushvaqt. Bir kunlik tashrifning o'zidan cheksiz ta'sirotlar. Tasavvurlar tiniq bo'lish uchun voqealar ketma-ketligiga amal qilamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Mirzaobod tumanidagi Abdug'ani Turduboyevich fermer xo'jaligida. Mavzu dolzarb, shu bois muloqot ko'lami keng bo'ldi. Mezbon fermer o'z dalalarida paxta va g'alla qatori soya ham yetishtirmoqda. Mavzuga oid ayrim raqamlar. Prezidentimizning joriy yil 14-martdagi 2017-2021 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida bu yil mamlakatimizdagi 2200 dan ziyod fermer xo'jaligida 21 ming gektar maydonga soya ekish ko'zda tutilgan. Natijada 33,7 ming tonna soya doni yetishtirilib, 6,1 ming tonna o'simlik yog'i hamda 25 ming tonnadan ortiq soya shiroti ishlab chiqariladi. Bundan tashqari bunday dukkaklik ekilgan maydonlarda sof azot to'planishi va tuproq unumdorligi yaxshilanishi hisobiga paxta va g'alladan yuqori hosil olish imkoniyati yaratiladi. Soyaga bugungi kunda davlatimiz rahbariyati tomonidan hamda respublikamiz mana fermer xo'jaliklari tomonidan alohida katta e'tibor qaratilayotganligi bejizga emas. Dunyo bo'yicha soya ekinining hajmi yildan yilga kamida 4-5% miqdorda hajmlari o'sib boryapti. Bundan tashqari soya ekini yerni strukturasini yaxshilashi, ya'ni har bir gektarda 80-100 kilogramm sof azot to'plashi bilan o'sha fermer xo'jaliklarimizga juda ham ma'qul kelyapti. Almashlab ekish bo'yicha mana davlatimiz rahbari tomonidan alohida topshiriqlar berildi. Soya nafaqat bu yog'moy sanoati uchun, balki bu chorvachilik hamda kerak bo'lsa mana go'sht sanoati uchun ham juda ham muhim xomashyo hisoblanadi. Hozirgi kunda importdan kelayotgan ushbu mahsulotlarni bu yilning o'zida 17,5 million dollar miqdorida import o'rni qoplanadi. 21-yilga kelib import o'rnini qoplash darajasini kamida o'sha 50 million dollarga yetkazish oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Bu yerdagi taqsimotlardan viloyatda bog'dorchilik, chorvachilik va parrandachilikni rivojlantirish loyihalari o'rin oldi. Anorzorlar hamda uning ko'chatchiligini tashkil etish, beda urug'chiligini yo'lga qo'yish, mevani qayta ishlash kabilar shular jumlasidan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Guliston shahridagi mazkur korxonada tayyorlanayotgan trikotaj mahsulotlari to'liq eksport qilinmoqda. Sirdaryo viloyatida 2017-2018 yillarga mo'ljallangan yengil sanoat formati bizlarni aksariyati to'liq ijobiy hal qilingan. Bu o'z navbatda xalqimizni davlatimizga ishonchidan, davlatga ishonchi ortib borayotganligidan, qonunga ustuvorligi ta'minlanayotganligidan dalolat beradi. Yangilanayotgan yangi yer. Davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq bu yerda kichik sanoat zonasi tashkil etilmoqda. Maqsad shahar sanoati salohiyatini rivojlantirish, kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish, zamonaviy ishlab chiqarishni tashkil qilishga investitsiyalarni keng jalb etish hamda ichki va tashqi Davlatimiz rahbari qiziqqan va uni yanada kengaytirish bo'yicha tavsiya, aniqrog'i amaliy turtki bergan loyihalardan biri bu Xovos tumanidagi Hoji Gadoyboy ota xususiy korxonasi bo'ldi. Sirdaryo viloyatida 2016-2020 yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash bo'yicha yangi korxonalar qurish, mavjudlarni rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, yarim tayyor va tayyor oziq-ovqat mahsulotlari, qadoqlash materiallari ishlab chiqarish dasturi doirasida tashkil etilgan issiqxona Janubiy Koreyaning yuqori samaradorlikka ega zamonaviy uskunalari asosida faoliyat yurityapti. Davlat rahbarining o'zi qo'llab-quvvatlab turgandan keyin katta kredit olishga ham cho'chimaysan. Har qanday loyihaga dadil qo'l urish mumkin deyishmoqda havosliklar. Prezidentimizning kelishlari bizga bir qanot bo'ldi.
Mana issiqxonaga kirib kecha bizda qurgan issiqxonalarimizni o'rganib chiqib, imkoniyatlarimizni ko'rib bizga 2 gektar emas, 10 gektarga ruxsat berdilar. Moliyaviy masalalarda mana shu issiqxonaning ichida kechani o'zi hal qilib berdilar. Yana bir narsaga to'xtalib o'taylik. Prezidentimiz bizni yangi g'oyalarga undadilar. Mana biz hozir aka-ukalar maslahatlashib, pomidor yetishtirish bilan cheklanib qolmay, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. 2018-yil oxirida 1,5 ming tonnadan 2 ming tonnagacha qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashni rejalashtiryapmiz. U mahsulotlarimiz 26 xil ko'rinishda bo'lgan mahsulotlarni yetishtirib chiqamiz. Umumiy qiymati $625 ming, maydoni 1 gektar bo'lgan issiqxonada yiliga 150-200 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish imkoniyatlari mavjud. Meva sabzavotchilik logistika markazi, bog'dorchilik bo'yicha yangi loyihalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, guruchni qayta ishlash va qadoqlash, sabzavot hamda dukkaklik o'simliklar yetishtirish, unavi bog'i tashkil etish, shifobaxsh o'simliklardan dori-darmon vositasi sifatida foydalanish. Bu kabi o'nlab istiqbolli loyihalar yangicha yondashuvlar mevasidir. Odamlar rozi bo'lsin. Mavjud muammolar yechimi yo'ldagi yana bir muloqot. Mutasaddi rahbarlar va viloyat faollari ishtirokida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida viloyat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash va turmush darajasini yuksaltirish masalalari yuzasidan rahbarlar mas'ulligini oshirish yana bir bor kun tartibiga qo'yildi. Barcha loyiha va dasturlardan asosiy maqsad inson manfaatlarini ta'minlashdir, dedi davlatimiz rahbari. Hayot shunday vazifalar qo'yaptiki, vaqt ziq. Eng katta masala vaqt. Iloji bo'lsa ko'proq uchrashardim. Bugungi aytilgan chora-tadbirlarni natijadorligi, xalqimizni salgina bo'lsa ham og'irni yengil qilish bo'yicha baribir uchrashuvimizdan foyda ko'proq. Shuning uchun men bugun qandaydir kuni bilan yurib, ko'p masalalarni hal qilishga harakat qildim, lekin o'zim ichimdan sezyapman, hali bu masalalar faqat 10%. Sizlar bilan uchrashib, sizlar bilan bugun mana muhokama qilib, baribir biz bir-birimizni bitta narsani sizlar iltimos joylarga yetkazishinglar. Mana mahalla, jamoatchilik faqat o'zlaringga, xalqimizga ishonib ish qilsak natija bo'ladi. Hammamiz bir meni vatanim, meni uyim, meni mahallam va viloyatim deb harakat qilsak albatta natija boshqacharoq bo'ladi. Bilamizki, o'zgarishlar tashabbuslar mevasi. Har qanday ezgu tilaklar, yangi imkoniyatlar eshigini ochishga, yutuqlar sari yo'naltiruvchi g'ayrat va shijoat egasi bo'ladi. Rahnamasi bo'ladi. Shaksiz shubhasiz bu rahnama yurtboshimizdir. Davlat boshlig'ining xalq bilan muloqot qilib, xalqdan fikr so'rashning o'zida bir katta hikmat bor. Kengashli to'y tarqamas degan xalqning gapiga ishoraga o'xshaydi. Shunday qisqa muddatda bir kunda shunday katta viloyat hududini barchasini aylanib chiqib, hammani ko'nglidagi gapini topib, muammo agar paydo bo'lgansa joyida hal qilib, rahbarlardan talab qilib, agar eplamasa ishini joyini bo'shatib qo'y deyaptilar. O'shaning uchun men to'lqinlanib, xursand bo'lib, bu meni xursandchilik va xalqimizni xursandchiligi. Sirdaryoga tashrif davomida yo'l landshafti degan yangi atama iste'molga kirdi. Davlatimiz rahbarining tavsiyasi bilan katta yo'l yoqalarini ko'kalamzorlashtirishda yangicha yondashuvlar yo'lga qo'yiladi. Albatta, uning samarasini vaqt ko'rsatadi. Darvoqe, kezi kelsa, qulay sharoitlarda ham o'zini tutib ketish qiyin noziktab lipa ko'chatlari hozirdanoq Guliston zaminiga mustahkam o'rnashmoqda. Sirli tabiat, daryodil odamlar. Bu Sirdaryo. O'z taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. 800 ming nafarga yaqin aholi, yuzlab istiqbolli loyihalar va yonida bir qator nollari bo'lgan katta mablag'lar. Albatta bularning barchasi ertaga o'zining samarasini beradi. Xuddi mana bu mehr bilan parvarishlanayotgan nihol voyaga yetib ulkan daraxt bo'lgani kabi viloyat yanada go'zal maskanga aylanadi, taraqqiy etib boraveradi. Shuhrat Ibrohimov, Dilshod Shermuhammedov, Sirdaryo viloyatidan Tahlilnoma dasturi uchun. Yakuniga yetgan hafta O'zbekiston avtomobil ishqibozlarining yana bir xush xabari bilan shoshirib qo'ygani bor gap. Mavzu nima haqida ketayotganini ko'pchilik payqab ulgurdi. Dunyo avto brendlari ichida Peugeot Citroen nomi alohida nufuzga ega va mana shu mavqe endilikda O'zbekiston avtomobil bozorining yana bir ishtirokchisi sifatida tilga olinadi. Bizni quvontirgan narsa mamlakatingizdagi qulay investitsion muhit bo'ldi.
Shuningdek, mutaxassislar malakasining yuqoriligi katta ahamiyat kasb etmoqda. Investitsiya sohasida ham, avtomobilsozlikda ham ular bilan birgalikda ishlashning o'zi katta yutuq. Amalga oshirilayotgan ushbu loyiha Peugeot Citroen uchun yengil tijorat avtomobillari savdosini rivojlantirish va kompaniyamizning kengayishida muhimdir. Ta'kidlash joizki, mazkur reja bizning 5 yilgacha mo'ljallangan taraqqiyot dasturiga kiritilgan. Korxonani barpo etib, ishga tushirishdan tortib, yangi texnologiyalar, zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini joriy qilish, mutaxassislar malakasini oshirishga ko'maklashamiz. Ishlab chiqarishni boshqarish, mahsulot sifatini nazorat qilish, ularning savdosi bo'yicha birgalikda ishlaymiz. O'zavtosanoatga dunyoning bir nechta avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalari hamkorlik qilish taklifi bilan chiqishgan. Ular orasida nima uchun aynan Peugeot Citroen guruhi tanlandi? Va albatta yana shunga o'xshash bir ikkita savollarimiz bor. Ularga oydinlik kiritish uchun bugun tahlilnoma pavilyoniga Fransiya avto ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif etilayotgan ikkala brenddan bittadan namunalarni pavilyonga olib kirishga harakat qildik. Ulardan birini esa Peugeot tejamkor o'sha avtomashinasini O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisining o'rinbosari Umid Salimov boshqarib kirdilar. Demak, savollarga oydinlik kiritishni ayni chiroyli fursati, ishonchimiz komilki, bu hammamizga qiziq, sizlar qatori bizga ham. Assalomu alaykum Umid aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yevropaliklar ta'bir bilan aytganda comfortable deyshadi. O'sha qulaylikni his qildingizmi? Juda qulay. Taklif etilayotgan avtomashinani birinchi bo'lib o'zingiz bir sinovdan o'tkazishga ahd qilibsiz. Nima uchun aynan Peugeot va Citroen guruhlari takliflari qabul qilindi? Bu tijorat, yengil tijorat avtomobillari va o'zini segmentida bu Yevropada birinchi o'rinni egallaydigan model. Va hozirgi kunda Peugeot Citroen kompaniyasini umuman o'zini qaragan holatimizda bular Yevropada sotuv ishlab chiqarish bo'yicha ikkinchi o'rinni egallashadi. Va bunga qo'shimcha qilib aytishimiz kerakki, hozirgi kunda shu korxona ekologik standartlar bor. Uni hammamiz bilamiz. Euro 6, Euro 5 standartlari va yengil tijorat avtomobillar ichida shu ekologik standartlarni bajarish bo'yicha bu korxona birinchi o'rinda turadi. Bu korxonaning mahsulotlari, ishlab chiqarish jarayonlari haqida aytaylik. Ularni butlovchi qismlar bo'lishi mumkin yoki tayyor mahsulotlar olib kelinadi. Qay tarzda ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi? Bu bizning eng asosiy masalamizdan biri. Xo'sh, mahalliylashtirish. Chunki eng asosiy maqsad bu nafaqat O'zbekistonga dunyoda tanilgan birinchi o'rinni egallagan korxonalarni olib kirish. Bulardan tashqari yangi ish o'rinlarini yaratish. Va biz har doim muloqot olib borayotganimizda hamkorlarimiz bilan bu mahalliylashtirishni birinchi navbatda biz ular bilan gaplashamiz. Chunki mahalliylashtirish bu yangi ish o'rin yaratishi, yangi ish joylar, yangi korxonalar, iqtisodiy rivojlanish. Shuni nuqtai nazardan biz Citroen Peugeot kompaniyasiga muloqot qilganimizda ular bizning talablarga to'liq mos kelishdi. Birinchi navbatda mahalliylashtirishni, butlovchi qismlarni o'zimizning O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqarish jarayonini kamida 50% ga yetkazishimizni birinchi kundan gaplashib oldik. Chunki bizlar uchun bu juda muhim. Chunki bu narsa keyinchalik shu mashinani tan narxiga kelib taqaladi. Nima uchun aynan 1 yil davomida 16 mingta mana shu kabi tijorat avtomobillari ishlab chiqarilishi haqidagi qarorga keldinglar? Eng asosiy masala bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan nomga ega mahsulotni dunyoga tanishtirish. O'shaning uchun hozirgi kunda biz shu fransiyalik hamkorlarimiz bilan yana bitta kelishuvga kelishdik, qo'l qo'yildi. Bu eksport bozorlarini chegaralamaslikka. Bu qanday bo'ladi? Shu birinchi kundan boshlab shu fransiyalik hamkorlarimiz bizga aytishdiki, qaysi davlatda, qaysi mintaqada shu mahsulotni sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol sotinglar. Biz sizlarga shu yo'nalishda yordam beramiz deyishdi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, shu 16 ming hali endi boshlanishi, undan yuqori cho'qqilarga ko'tarilamiz. 10 tadan yuqori uni modifikatsiyalari bor. Xo'sh, bu nafaqat yo'lovchi va yuk tashuvchi mashina. Mana shu mashina oladigan bo'lsak, Citroen. Bunda mana shu o'zini vazniga qaragan holatida ham 10 litr oladigan bo'lsak, rostdan juda ham qulayliklar ko'p. To'g'risi bu tablodagi shuncha ko'rsatmalarni ko'rib, o'zim ham avtomobil boshqaraman, lekin
Hatto aql ham shoshib qolyapti. Yana bir jihatda tan olib aytish kerak, men to'g'ri ko'ryapmanmi, uzatma qutida 6 ta pog'onasi bor. Bu hattoki sedanlarda, zamonaviy sedanlarda ham kamdan kam uchraydigan holat. To'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda mana pribor shitok deymiz biz. Shu yerda juda ko'p chiroqchalari bor. Bu nimadan dalolat? Sodda mashina bo'lishiga ham qaramasdan shu mashinani o'zida juda katta miqdorda elektronika ishlatilgan. Bu eng asosiysi shu aytib o'tganimizdek ekologik talablar masalasiga, komfort nuqtai nazaridan shu mashinani bajarayotgan vazifasiga kelib chiqqan holatida, chunki bu nafaqat yuk tashuvchi, bu yo'lovchi tashuvchi mashina. Tan olib aytish kerak, agarda siz ham fikrimga qo'shilsangiz kerak, bilishimcha fransuzlarning o'ziga xos bir iltifoti, chiroyli bir takallufi o'zbeklarnikiga o'xshash bir chiroyli bir iltifot bilan bevosita bo'lib ketdi. Mana o'sha avtomobillarda ham aks eta boshlabdi. Qulayliklarda ham men shaxsan guvoh bo'ldim. Bugungi suhbat uchun, tashrif uchun, mana shunday chiroyli bir yangilikni biz bilan birinchilardan baham ko'rganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz aka. Ishonchimiz komil, bu tizimda albatta ravnaq bo'ladi. Yana yaxshi yangiliklar bilan uchrashguncha salomat bo'ling. Rahmat. Yurtimizning yangi hukumati faoliyat boshlaganiga 5 oydan oshdi. Bunga kun rahbari konditsionerli salqin keng xonada terlamasdan, yozma murojaatdan boshini ko'tarmay o'tirgan shaxs emas. U ko'chada kuyib pishib xalq bilan muloqot qilayotgan, odamlarning dardini o'z qulog'i bilan eshitib, muammolariga esa joyida yechim topayotgan xalq kishisiga aylanib bormoqda. Aslida olganda rahbarlik bu imtiyoz emas, bu mas'uliyat, bu ishonch, xalq ishonchi. Har bir rahbarning mas'uliyatli missiyasi mavjud va bu vazifalarni bajarilish muddati ham bor, shunga binoan hisobot ham bo'ladi. Bugun shunday bir tarixiy jarayonda turibmizki, hukumat olib borayotgan siyosatning har bir bosqichiga odamlarning o'zi xayrixoh, ya'ni befarq emas. Yangi tashkil etilgan xalqaro press klubda esa o'z navbatida hukumat rahbarlarini keng jamoatchilikka hisobot berishga chaqiryapti. Hisobotga o'z yo'liga, faqat bu bilan cheklanmayapti. Bugun press klub bahs, munozara, muzokara maydoniga aylanib ulgurdi. Jurnalistlarning savollari javobsiz qolmayapti. Mubolag'ali, kinoyali eshitilgan savollar ham taklif sifatida qabul qilinmoqda. Chunki muayyan asos bor ularda. Qisqa davr ichida press klubda tashqi ishlar, ichki ishlar vazirlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissiyasi mehmon bo'ldi. Bu safar esa 17-may Jahon telekommunikatsiya va axborotlashgan jamiyat kuni munosabati bilan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchi Sherzod Shermatov ishtirok etdi. Aytish kerakki, uning rahbarlik faoliyatiga 100 kundan oshdi. Bu esa tabiiyki hisobot berish uchun yetarli fursat va shunday bo'ldi ham. Sarvar Rahimov tahlillar bilan. Rahbar bo'lganingizga sohaga bir 100 kun atrofida vaqt bo'lib qoldi. Odatda bu bir xulosa qilishga, baho berishga bir muddat, bir xalqaro miqyosda qaraganda siz o'zingizda faoliyatingizdan shu bir vazifalarni bajardim deb bir 100 kunga bir baho bera olasizmi? Qoniqasizmi? Umuman qanaqa rejalar oldingizga qo'yyapsiz? Albatta 100 kunlik faoliyatdan qoniqish hosil qilganim yo'q, chunki birinchidan juda katta soha. Juda katta soha bo'lgani uchun u sohani deb bor muammolarni o'zi aniqlab o'tdi, vazifalarni belgilab, uni amalga oshirish bo'yicha chora ko'rishi o'ziga menimcha 100 kun yetarli emas deb o'ylayman. Men bitta narsani qoyillatib qo'ydim deyishga hali ancha erta deb o'ylayman. Axborotlashtirish bu taraqqiyot yo'lidagi ustuvor masalalardan biri. Bugungi kunda barqaror taraqqiyotga erishishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni har qachongidan ham dolzarb bo'lib borayotganidan yaxshi xabardorsiz. Qaysi sohaga e'tibor bermang, ularning barchasida ushbu texnologiyalardan foydalanish tobora kengayotganiga guvoh bo'lasiz. Ma'lumotlarga qaraganda ayni paytda jahon miqyosida yaratilayotgan yalpi ichki mahsulotning taxminan 5.5% axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasiga to'g'ri keladi. Hisob-kitoblarga ko'ra mazkur ko'rsatkich 2020-yilda 9% dan oshar ekan. Har holda nufuzli ekspertlarning fikri shunday. Xususan Koreya Respublikasida sohaning yalpi ichki mahsulotdagi hissasi 11.8% dan ziyod. Shvetsiyada 7%, Amerika Qo'shma Shtatlarida 6.8% ga teng. Tahlil qilayotgan bo'lsangiz, soha taraqqiyoti har qanday mamlakatning raqobatbardoshlik darajasini oshirib, katta qulayliklar eshigini ochadi. Boshqarishni strategik darajada tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu jihatlar O'zbekistonda qay darajada yo'lga qo'yilgan? Tarmoqqa qanday istiqbolli loyihalar taqdim etilmoqda? Bular aholi dunyoqarashini o'zgartirishga xizmat qila olyaptimi? Eskicha qoliplar u kechagi kun bilan yashash tuyg'usidan, boqimandalikdan voz kechishni so'zda emas, kundalik hayotimizda ta'minlashdek maqsad ro'yobida muhim ahamiyat kasb etadimi? Yangicha tafakkurga yo'l ocha olyaptimi? Ilk savollardan anglaganingizdek matbuot anjumani to'liq ana shu ruhda o'tdi. Ochiq muloqotga keldik.
holatimizni tanqidiy tahlil qilishga keldik. O'zbekistonda mana xabaringlar bor, elektron hukumatni rivojlantirish xalqaro reytingi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bu baholanadi. Shuni bir tahlil qiladigan bo'lsak, ko'z tegmasin, mana umumiy reytingda 20 ta pozitsiya ko'rsatilgan. Masalan, 100-chi bo'lgan bo'lsa, 14-yil, 2016-yil 80-chi bo'lgan. Elektron xizmatlar va inson kapitali bo'yicha qanaqadir o'zgarishlar bo'lgani bilan yuqoriroq pozitsiyada bo'lsak, aynan telekommunikatsiya qismida o'sish kuzatilmagan. Bu degani bu biza o'smagan degani emas. Bizga telekommunikatsiya sohasida ancha katta ishlar qilingan, lekin boshqa davlatlar undan ham tez ketyapti deganida. Xabaringiz bo'lsa kerak, 2013-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi tasdiqlangan edi. Uning doirasida 2 trillion so'mlikdan ortiq telekommunikatsiya texnologiyalari hamda aloqa infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan 17 ta elektron hukumat ma'lumotlar bazasi va axborot tizimlari kompleksini yaratishda qo'l keluvchi 30 ga yaqin loyiha amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning harakatlari strategiyasida tarmoq infratuzilmasini, mobil aloqa hamda raqamli televideniyani rivojlantirish, optik tolali aloqa liniyalari qurish, dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, elektron hukumatni tatbiq qilish yo'nalishlarida vazifalar belgilab berilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatining yangi versiyasi hozir mana test rejimida ko'rib chiqilyapti. Bularda birinchi uslugalardan bittasi mana juda ko'pchilik so'ragan edi. GAI bo'yicha shtraflarni holatini tekshirish bo'yicha xizmat yana onlayn qo'yish, balki uni soddalashtirish bo'yicha ham o'zimiz tashabbus qilish harakatdamiz. Bugungi kunda mobil aloqa tarmoqlarida har qanday formatdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda almashish imkonini beruvchi 4G standartini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Boisi mobil aloqa abonentlari 21.4 million nafarga yetdi. Joriy yilning 4 oyida 18300 ta mobil aloqa baza stansiyalari o'rnatildi. Ularning 450 tasi yuqorida ta'kidlaganimizdek 4G standartiga to'g'ri keladi. Yil yakuniga ko'ra umumiy stansiyalar soni 20 mingdan oshar ekan. Qolaversa, mamlakatimizda mobil aloqa muhitini kengaytirish va kuchaytirish uchun teng imkoniyatlar taqdim etilgani ta'kidlab o'tildi. Endi afsuski holat shuni ko'rsatyaptiki, 4-avlod o'sha 12 mingdan oshiq aholi punktlari bo'ladigan bo'lsa, respublika bo'yicha 1% ga ham chiqmayapti. Ya'ni 1% bu aholi punkti degani, masalan, Toshkent shahar endi bitta aholi punkti hisoblanadi, lekin faqat Toshkentning o'zida 4G bor ekanda maqtanib yuradigan davr emas, respublikaning hamma joyida bo'lishi kerak. Shu masalada o'rganib chiqib nima qilish kerak deganda, bu sohada aynan raqobat muhitini kuchaytirish bo'yicha hozir mana qaror qabul qildik. Hozirgacha palasalar to'g'ri nima deydi, hamma operatorlarda bir xil bo'lmagan. Bu narsani hozir hammaga bir xil taqsimlab berildi. Respublika radiochastotali bo'yicha kengash tomonidan. Albatta bu yangi imkoniyat biz uchun, har bir oilaga, har bir xonadonga kirib borish uchun. Shuning uchun biz ham o'z taklifimizni tayyorlamoqdamiz. Texnik tomonga qarab chiqdik. Masalan, hozir bizning texnik vositalarimiz частотное распределение bo'lgandan keyin yo'nqisi 4 barobarga oshirishimiz mumkin. Qo'shimcha kapital xarajatlarsiz. Texnik tomondan biz bunga tayyormiz. Yana bir qayd etib o'tish o'rinli bo'lgan jihat, keng polosali internetni joriy qilish optik tolali aloqa kabellariga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Mana hozir o'zimizni loyiha ishlab chiqardik. Kamida 1,5 millionta optika portini yangi qo'yish. Endi bunga hisoblasak 277 ming kilometr optika kerak ekan. Endi 277 ming kilometr optikani hammasini import qiladigan bo'lsa, albatta bu juda katta pul bo'ladi. Shunga mana prezidentimiz Chilonzorda uchrashuvda aytganligi xabaringlar bor. Chilonzorda relay avtomatika zavodini aynan shu axborot texnologiyalari vazirligi olib, shu yerda производство qilish masalasi topshirilgan edi. Mana shu yerda biz hozir rejamizda aynan shu optik tolali kabellarni ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchimiz. Agar xomchot bilan hisoblaganingizda hozir 150 million dollar valyutani ekonom qilar ekanmiz. Bugungi kunda internet foydalanuvchisi uchun tezlik muhim omil. 2016-yilda xalqaro axborot tarmoqlaridan foydalanish umumiy tezligi 26.3 gigabit sekundga, 2017-yilda esa 65.7 gigabit sekundga yetdi. Ayni paytda ulanish tezligini 200 gigabit sekundga yetkazish loyihalari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston dunyoda ikkita davlatlardan bittasi, o'sha double landlocked deydi, okeanga chiqish uchun kamida ikkita davlatni kesib o'tish kerak. Liechtenstein, ikkinchisi Yevropa o'rtasida. Buni yana o'ziga yarashli tomoni hamma o'sha magistral optik tolali liniyalar asosan shu okeandan o'tgan bo'lgani uchun unga o'ziga yarasha uzoq tomonlari bor. Hozir bizda shu yerdan o'tkazish kerak.
Endi mana hozir Shuhrat Munoyevich aytganlaridek, biza imkon boricha o'sha asosiy magistraldagi ulanish harakatida telehauslarning harakatini qilsak, bu yog'iga u международный trafikka ancha arzon tushadi. Ya'ni qancha xalqaro tarmoqlarga ulanish tezligi oshgan sari o'sha xalqaro tarmoqlarga ulanish bo'yicha operatorlarga berilayotgan megabit sekundni narxi tushib boradi. Tushunarli. Shuning uchun bizani hozirgi bu yerda harakat qilayotganimiz imkon boricha xalqaro kanallarni kengaytirish. Anjumanda yaqinda O'rgimchak to'ridagi 150 mamlakatdagi 200 mingdan ortiq kompyuterni zararlagan tamagir virus haqidagi masala ham jurnalistlarni qiziqtirdi. Vazirlikning direktori virusga qarshi choralar ko'rish bo'yicha o'z vaqtida tavsiyalar berilganligi bois bu haqda своевременно оповещать наших пользователей. Anjumanda ulg'ayib kelayotgan yosh avlodga internet tarmog'ida qulay kit bor ekan, boshqa ekan deb hammasini yopib qo'yib bo'lmaydi. Lekin ota-onalar oladigan veb-saytlar bor, Coursera bor, masalan, TED boshqa va hokazo. Shularga bemalol kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Matbuot anjumanida ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari vakillari milliy axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasi, malakali kadrlar tayyorlash modeli, dasturiy ta'minot bozori, sohaning ijobiy yutuqlari, o'z o'rnida uchrayotgan kamchiliklar xususida ham mutaxassislarga savollar bilan murojaat qilishdi. Har bir murojaatga mutasaddilar atroflicha, to'laqonli va batafsil javob qaytardilar. Kezi kelganda aytish o'rinliki, so'nggi yillarda nafaqat lug'atimiz yangi atamalar bilan boyib boryapti, balki ana shu o'zgarishlar asnosida aholi turmush tarzi, dunyoqarashi ham yangilanib boryapti. Buni barchamiz o'z hayotimizda ko'rib, bilib, his qilyapmiz. Ana shunday qulayliklardan bahramand bo'lmoqdamiz. Yo'l azobi. Xalqimiz olis va mashaqqatli safar oldidan shu iborani keltirishi eskidan bor. Lekin ba'zi eski narsalar zamona zayli bilan insoniyat intellekti tufayli yoki yangilanadi yoki tamoman unutiladi. Hatto ibora-yu maqollar ham. Lekin biz yuqorida keltirgan ibora esa hammamizga juda ham yaxshi tanish. Bundan kelib chiqadiki, u hali hayotimizni aniqroq qilib aytsak, safarlarimizning og'riqli bir qismi sifatida saqlanib qolmoqda. Boshqacha qilib aytganda, deylik, Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometrlik yo'l bosish azobga emas, zavqli safarga aylanish uchun bugun nimalar kamlik qilyapti yoki aksincha nimalar ortiqchalik qilyapti? Xorijlik sayyohlar ham yurtimizga kelib birinchi bo'lib baholashi mumkin bo'lgan jihatlar, ya'ni ular poytaxtimizda, yurtimizning boshqa bir hududi yoki magistral yo'llar bo'yida joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar zamonaviy servis bilan maqtana olamizmi? Mavjud shoxobchalarning ahvoli qay darajada? Aslini olganda, bugungi kunda xizmat turlarining kamligi, saviyasi pastligi, xorijiy sayyohlarning did va talablariga javob bermasligi rostdan ham achinarli hol. Qolaversa, yo'llar bo'ylarida jahon andozalariga javob beradigan xizmat ko'rsatishni tashkil qila olsak, aholi bandligi ta'minlanadi, ularning daromadi ham oshadi. Shu kabi mulohazalar bilan hamkasbim Navro'z Rizayev. Yuqori sifat va mamnunlik bu servis va xizmat ko'rsatishning bosh mezoniga aylangan poytaxt Toshkentning markazidagi savdo majmualaridan birida tashkil etilgan qahvaxona xizmati. Atrof orasida barcha taom, shirinlik yoki qaynoq va salqin ichimliklar haqidagi ma'lumot elektron monitoringga joylashgan. Ozoda o'rindiqlar keng tanlash imkoniyatiga ega mijozlarga muntazir. Buyurtmalar bir zumda bajariladi. Yosh avlod epchillik bilan yuqori saviyada xizmat qiladi. Xizmat sifatlari juda ham yuqori ekan. Dam oldik mana farzandlarimiz bilan, onaxonimiz bilan juda ham yoqdi, xursandmiz. Bu yerdagi servis xizmati eng rivojlangan davlatlardagi manzaradan qolishmaydi. Qahva noan'anaviy usulda tayyorlanadi. Sifon nomli choynik misol idish to'g'ri mijoz yoniga olib kelinadi. Suv ham joyida qaynatilib, qahva tortib etiladi. Juda mazali ekan, rahmat. Eng muhimi, biz qahvalarimizni juda mehr berib tayyorlaymiz. O'zbekiston hududida sayyohlarga ko'rsatilayotgan servis xizmati bizni lol qoldirdi. Ushbu maskandagi oliyjanob munosabat bunga misol. Qahva mazali, mehmondo'stlikdan esa mamnunmiz deydi hindistonlik sayyoh. Bir yil ichida 9 ta, ya'ni katta qahvaxonalarimiz ochdik. 100 tadan ortiqcha ish o'rinlar bilan ta'mirladik. Ya'ni bizda yoshlar ishlaydi. Asosiy maqsadimiz har bir kelgan mijozimiz xursand bo'lib ketishi kerak. Biz juda ham katta mehr bermoqdamiz bu ishimizga.
Bu bugun yuz berayotgan haqiqiy taraqqiyot namunasi. Poytaxtdan chiqib, bahor nafasi ufurib turgan chog'da Jizzax viloyati tomon yo'l olamiz. Yo'l atrofida hayot o'z maromida davom etmoqda. Ko'klam, daladagi sabzavot ekinlari gulga kirgan, chorvaning og'zi o'tga tekkan, kengliklar yashnab, kishiga zavq ulashadigan palla. Shamshod teraklar barglari shivirlaydi. Avtomagistralda mashinalar bu manzildan u manzil sari qanotli ot misoli uchadi. Ko'rkam yechimdagi ushbu majmua yo'lovchilar xizmatida. Ayronchi qizlarning ishi yurishgan. Endi ular ham zamonaviy servis xizmatini ko'rsatishga o'tgan. Idishlar ozoda, milliy kosalarga chanqoq bosti ichimliklar quyiladi. Mijozlar uchun ekologik muhit yaratilgan. Sharqiragan suv, atirgullar chamani. Hamma joy zo'r. Shuni ham mana yoqadi bizga. Shuncha o'tiramiz. Chinoz baliqlari. Shu yo'ldan o'tganlarning ko'pchiligi ushbu qahvaxonalarda jaz-juz qilib qovurilgan baliqni iste'mol qilishni xush ko'radi. Ega va egachilar xizmatda. Ha, bu ham servis, daromad yaxshi. Lekin baliqxonalar joylashgan binoning orqa tomonidagi manzara ham ijodiy guruhimiz diqqatini tortdi. Axlatxona. Hamma barcha chiqindilarni birgalikda shu ochiq hududga uloqtiradi. Qarang, bir binoda ikki holat. Daromad keladigan joyga biroz e'tibor berilgan, ammo lekin mabodo zarurat bilan hovliga o'tish mumkin bo'lsa, mana shunday suvlarning ichidan kechib o'tishga to'g'ri keladi. Baliq pishirib sotganlar daromad qilyapti-yu, lekin buromad yo'q, ya'ni atrofga e'tibor yo'q. Mana hozir ko'rganingizdek hojatxonaning ahvoli hamin qadar va har qanday axlat mana shu aholi turadigan joyga olib kelib tashlanyapti. Antisanitariya holati va loqaydlik sababini oshxona xodimlaridan so'radik. Javob yo'q. Yo'l atrofi voqealarga boy. Bu haqda keyin. Hozir esa Jizzax shahrida yangi barpo etilgan maishiy xizmat majmuasi haqida. 2012-yilda faoliyat boshlagan mazkur maskanda aholiga kimyoviy tozalash, sartaroshlik va boshqa bir necha turdagi xizmat ko'rsatilmoqda. Yoshlar ish bilan ta'minlangan. Ushbu bo'lim mijozlari hozirda 30 ming nafarga yaqinlashdi. Mijozlarning bizdan mamnun bo'lishligi uchun turli xil ularni jalb etishlik uchun mijozlarni sovrinlar e'lon qilingan. Ularga beriladigan kvitansiya nomerlarida har 1000-chi, 5000-chi, 10000-chi mijozlarga esdalik sovg'alari topshiramiz va ular doimiy mijozlarimizga aylanib, bizning xizmatimizdan har doim foydalanib kelishadi. Toshkent-Termiz trassasining Sharof Rashidov tumani hududidan o'tuvchi qismi tabiat qo'ynida bir qator oshxonalar, xo'randalar bilan gavjum. Yangilari barpo etilmoqda. Borlarida qozonlarda mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun oshlar damlanmoqda. Ammo taom pishirishda tozalikka rioya etish ma'qul ko'rinadi. Reklamadagi somsani esa tanovul qilish uchun ancha ter to'kish zarur. Xamirlari qattiq, go'shtlari narxi esa osmonda. Ma'lum bo'lishicha, Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofa oralig'ida bironta ham yo'lovchi to'xtab, uxlab, orom oladigan barcha qulayliklarga ega motel qurilmagan. Vaholanki, bu borada Vazirlar Mahkamasining 2009-yilda O'zbekiston milliy avtomagistrali bo'ylab yo'l infratuzilmasi va servisini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Bu hududlarda esa qaror ijrosiga, demak, panja orasidan qarab kelinmoqda. Hayot sarguzashtlardan iborat. Avtomagistral bo'yida uzoqqa otlangan yo'lovchilarni uchratdik. Ular katta yo'l yoqasidagi bekatni motel sifatida ma'qul ko'rishibdi. Sanatorlar kelolmay dam olib, ana asosdan boramiz, dam olib. Tabiat qo'ynida maza qilib. Maza qilamiz. Bugun shu yerda uxlaysizlarmi? Mana shu bekatdami? Shu atrofda motel bo'lganda buxorolik mehmonlar ko'chada tunamagan, qulay va shinam manzilda dam olgan bo'lmasmidi? Yoki motel quraman degan yurtdoshlarimiz yo'qmi? Bor ekan. Ulardan biri biz safarimiz davomida uchratgan Abdug'ani Burxonov. U sobiq Jizzax, hozirgi Sharof Rashidov tumani Qorayantoq qishlog'idan. Tadbirkor taqdim qilgan magistralning 990-kilometrida motel avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasini barpo etish loyihasi hukumat dasturiga kiritildi. Lekin yer ajratilmadi. O'sha dasturga kiritilgan obyektda 10-yildan buyon hozirgi kungacha qurilish yer so'rab hokimliklarga yozilgan arizalarim besamar ketyapti. Tuman, viloyat yer komissiyalari hammasini shaharsozlik kengashlaridan butun o'tgan. Toshkent shahar qurilish loyiha instituti bilan kelishilgan, aktlari, xulosalari qilinib, qarorlarini loyihalari tayyorlanib, lekin hokimiyat tomonidan hozirgi kungacha qo'l qo'yilgan yo'q.
6 yil 7 yil qariyib men faqat bitta mana shu motel qurish uchun yuguribman. Shu tariqa turli rasmiy idoralarning taqdimnomasi va tavsiyalari qog'ozda qolib ketmoqda. Mahalliy rahbarlar qir bag'ridagi motel qurish uchun ajratilishi zarur bo'lgan yer maydonini choyxonachilarga osh va somsa markazini tashkil etish uchun berib yuborgan. Endi xorijiy yoki mahalliy sayyohlarga mo'ljallangan zamonaviy barcha qulayliklarga ega motel o'rinda xurrandaxona. Mutaxassislarda va prokuratura organlarining tekshirish xulosasida meni orqamda turgan o'zboshimchalik bilan qurilgan choyxonani bu choyxona buzilishi kerak edi. Chunki M39 trassasining infrastrukturasi bo'ladigan obyektlarni ustiga o'zboshimchalik bilan qurib olingan obyekt hisoblanadi. Trassada bunaqangi hali obyektlar qurilgan yo'q. Chiroyli obyekt. Chunki kasbiy arxitektor. O'shaning uchun biz obyektni chiroyli qurishga harakat qilinadi. Turizm sohasidagi eng bir rivojlanadigan, yana turistlarga bir manzur bo'ladigan yangi shoxobcha bo'ladi. Ha, masala hali ochiq. Vazirlar Mahkamasining qarori ijrosining ta'minlamay kelayotgani esa turli savollar tug'ilishiga sabab bo'lmoqda. Nafaqat avtomagistrallar, balki temir yo'l yoqalaridagi infratuzilmani rivojlantirishni davr taqozo qilyapti. Yaqinda Toshkent Buxoro poyezdida safar uyushtirildi. Po'lat izlar atrofidagi holat yo'l-yo'lakay o'rganildi. Noqonuniy qurilmalar salbiy holat deb baholandi. Yangi obyektlarni barpo etish bo'yicha tavsiyalar berildi. Maqsad qadimiy shaharlarimizni ko'rmoqchi bo'lib, poyezdlarga chiqqan yurtdoshlarimiz va chet ellik sayyohlarga zamonaviy sharoitlarni servis xizmat sifatini yanada oshirishdan iborat edi. Ishlar boshlab yuborildi. Nima bo'lganda ham servis xizmati va shuning barobarida turizm sohasi yuksalib boradi. Chunki buning uchun yurtimizda barcha imkoniyatlar bor. Navruz Rizayev, Bahodir Rasulov tahlilnoma uchun maxsus tayyorlandi. Salom, rahmat. Har bir o'zbekistonlik uchun bu qadrli so'zlarni boshqa yurtlarda eshitish juda ham bir yoqimli bo'lsa kerak. Xuddi maxsus muxbirimiz Saida Davlet va Chin davlatiga safari chog'ida mana shunday yoqimli taassurot olgani singari. Aslida bobolarimiz necha ming yillardan buyon bir-birlarini yaxshi biladi. Buyuk Ipak yo'lni birgalikda yaratgan, uning gurkirab yashnashiga o'zlarining munosib bir hissasini qo'shib kelgan. Milliy qadriyat va an'analarimiz jahon madaniyatini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan. Savdo aloqalarimiz dunyo ahliga o'z davrining noyob buyumlarini taqdim etgan. Bugun insoniyatning kundalik ehtiyojlariga aylangan o'sha choy, paxta, ipak, qog'oz kabi mahsulotlar ularning bir qismi xolos tarixiy obidalarni-ku aytmay qo'ya qolaylik. Qadimiy do'stona munosabatlar bugungi kunda ham har tomonlama mustahkamlanib, kengayib boryapti. Buni zamonaviy Pekinning ayni paytdagi hayoti va manzaralari mazmunidan ham kuzatishimiz mumkin. Saida Davletova. Kichkintoy Veymin hali 1 yoshga to'lganicha yo'q, lekin o'ziga o'xshamas xorijlik mehmonlar oldida hech xijolat tortmaydi. Chunki xuddi sershovqin ko'chalar, osmono'par binolar va ota-onasining mehri kabi ularga ham ko'nikib qolgan. Shu boisdan birinchi uchrashuvdanoq esdalik uchun surat. Qolaversa, Xitoydan iliq qutlov. Salom O'zbekiston. Aslini olganda tashrif va forum doirasidagi rasmiy voqealar kun tartibining tig'izligi bois Pekin bo'ylab sayr qilish uchun ixtiyorimizda atigi bir necha soat vaqtimiz bor edi. Zamonaviy Xitoyni dildan his qilmoqchi bo'lsangiz, shahar markazidagi mashhur Sanlitun ko'chasiga marhamat. Shisha, plastik va metalldan tarkib topgan, jahon brendlari va avtomobil oqimlari sig'may ketgan saltanat. Aytishlaricha, keyingi yillarda Xitoyda AQShda 20-asr davomida ishlatilganidan ko'proq sement foydalanilgan. Lekin bu yerda nafaqat poydevor va yo'llarni, balki odamlar ruhini ham jahonning yetakchi iqtisodiyotiga xos darajada mustahkamlashga intiladilar. Eng asosiysi, xitoyliklar o'zligini saqlab, avvalgidek ochiq ko'ngil va mehmondo'st bo'lib qolganlar. Здравствуйте, Узбекистан. Очень приятно. Мне очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Узбекистан. Ni hao, O'zbekiston. Bizning muloqot istagimizga hozir javob bo'lmagan birorta xitoylikni uchratmadik. Hatto juda shoshilayotganlar ham xush muomalalik bilan uzr so'rardilar.
Mana bu chiroyli juftlik esa bizning o'zbekistonlik ekanligimizni bilib, o'zlari savol bera boshladilar. Xitoy mezbonlik qilgan forum haqida yaxshi xabardor bo'lganlar. Endi hamkorligimizning yanada kengayishini va bu yaxshi samara berishini ta'kidlashyapti. Ular yurtimizga borish orzusida ekanliklarini aytib, shu yerning o'zida o'zbek tilidan birinchi saboq so'radilar. Rahmat. Bizda bo'lgani kabi tashakkur bildirish istagi xitoyliklarning milliy xususiyati. Xitoycha "sese" rahmat so'zi har qadamda yangraydi. Bir necha ming yillik tarixga ega musiqiy asbob gudjen navolari ham. Uni nihoyatda mahorat bilan chalish uchun Fu Liting ko'p yillar davomida o'qib o'rgandi. Bu juda murakkab san'at. Aytishlaricha, mashhur Shaolin ibodatxonasi rohiblari aynan shtorli cholg'u navolari ostida qalb kuchini mustahkamlar ekanlar. Uning navolari og'ushida choy ham mazaliroq damlanib, go'yoki suv va musiqa shovqinini mukammal uyg'unlikka birlashtirgandek tuyuladi. Choy so'zining o'zi xitoycha cha o'simlik nomidan kelib chiqqan. Hayot baxsh tomchilar balki mana bu qadimiy idish tubiga ham tegib jaranglagandir. Unaqasi dunyoda ikkitagina. O'rta Osiyodan keltirilgan oq havorang chinni, buyuk Ipak yo'lidan sado, mashhur Pekin muzeyi durdonasi. Bir necha ming yillik tarixni mujassam etgan ko'plab eksponatlar azaliy aloqalarimizdan hikoya qiladi. O'zgarishlardan qo'rqmang. Ular aynan zarur paytda sodir bo'ladi. Donishmand Konfutsiyning bu so'zlari taqiqlangan shaharda ham esga tushadi. 20-asr boshida Xitoyning so'nggi imperatori Puyi hokimiyat tepasidan ketgach, bu yerga oddiy insonlar ham kiradigan bo'lgan. Shu yerdan turib mamlakatni Ming va Tsing sulolasining 24 ta hukmdori boshqargan. Bu ham sehrli joy. Deyarli 5 asr mobaynida Xitoy hukmdorlari yilda bir marta qishki tengkunlik davrida osmon ibodatxonasiga kelib mamlakat ravnaqi uchun samoga iltijo qilganlar. Bugun taraqqiyot haqida g'amxo'rlikning boshqa usullari ishlatilyapti. Konstruktiv iqtisodiy siyosat, ochiq hamkorlik, atrof muhit muhofazasi. Masalan, milliy transport turidan ko'proq foydalanish yo'li bilan. Bugungi kunda ijara kartalari rasmiylashtirish hisobiga juda qulay jamoatchilik velosipedlari tizimi joriy etilgan. Darvoqe, transportning bu turini xitoyliklar zixinshi, ya'ni o'zi yurar arava deb ataydilar. Shunday bo'lsa-da, bu mamlakatning mehnatkash xalqi hech bir narsaga o'z-o'zidan erishib bo'lmasligini yaxshi biladi. Uzoq masofani bosib o'tish uchun albatta birinchi qadam qo'yish lozim. Bu yerda shunday maqol bor. Ko'zlangan manzilga tezroq yetib borish uchun esa xitoyliklar har bir qadamini tezlashtirishga, uni samarasini oshirishga intiladi. Hatto oddiy har kungi yumushlarida va albatta iqtisodiy o'sishda, manfaatli sheriklikda. Uzoqni ko'zlagan va samimiy hamkorlar esa bu yo'lda har doim birga bo'lishga tayyor. Saida Davletova, Nodir Rixsiboyev, Nodir Xolmatov Pekindan tahlilnoma uchun maxsus. Buguncha bizda shular. 168 soat ichida, ya'ni keyingi haftaga qadar qanday yangilanishlar bo'lsa, biz shunchaki bayon qilmaymiz. Tahliliy yondashishga harakat qilamiz. Har holda tahlilnoma guruhi yangilanayotgan hafta yangiliklariga hozirdanoq yetdi. Shunday ekan, bu kabi qaynoq jarayonlarda siz ham ishtirok eting. Yangi tarix muallifiga aylaning. Biz esa keyingi haftada yaxshi yangiliklar bilan uchrashish umidida sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.